Biz nimaga kibrlanamiz? Nimamizga? Hammamizni holimiz o'zimizga ma'lum. Bunday harakat qilish, ya'ni o'zimizni, aslimizni, kimligimizni o'zimizga bot-bot eslatish, bu o'sha kibrlanayotgan ichimizdagi nimamizni haddini bildirib qo'yish bo'ladi. Va buni qancha tez-tez amalga oshirsak, shuncha yaxshi. Masalan, baland oxirdan suv ichgan degan bir gap ishlatiladi bizda. Eshitganmisizlar? Bilasizlarmi, baland oxirdan suv ichgan deb nimaga aytiladi? Kekkayib yurganlarga aytiladi. O'zi bu ibora qayerdan kelib chiqqan? Uloqlarda otlar boshini egib olsa, uloqqa kira olmaydi.